Bugungi tashrif buyuradigan joy. Qisqacha tanishtirib o'tamiz. Aka bilan keldim, mana Jamshid aka bilan. Jamshid aka, qalay? Bu magazin asosan ayollar va erkaklar kiyim-kechaklar sotilar ekan. Har bitta mahsulotda demak 50% gacha skidka bo'lyapti ekan. Ma'lumot uchun mana hozir $100 bo'lgan ekan. $65. Bilmadim, bizda qanaqa? 50% skidkada $160 demak $320 bo'lgan narx. 25% narxi $60. Sal qimmatroq o'ta. Sal ancha qimmat. Basketbol chilarimiz kiyadigan futbolkasi $30. 25% skidkada. Tak, shortiga yo'q. Shortiga alohida. Necha pul? $25. Futbolka. 30% skidkada. Necha pul? $199. $50% skidkada